Akalar bugun sizlarga kaftarlarni ko'rsataman. Akalar bu kaftarning nomi Dragon. 5-6 o'ynaydi. Erkak. Paraga boryapti. Akalar bunun nomi Do'qchibi. 5-6 o'ynaydi. Endi para bo'lyapti. Erkak. Akalar bunun nomi Chubati. 5'te 7'te o'ynaydi. O erkak xotinni qochib urib ketdi. Akalar bu Pushkun, Chubati. O endi o'yinga kiradi. Yaxshi kaftar. Enasi 8-9 o'ynaydi. Enasi otasi ham 8-9 o'ynaydi. Bu qora Chubati. Bu 2-3 o'ynaydi. Irg'ochi endi paraga boryapti. Bu esa oq Chubati, 10 o'ynaydi. Qanoti riski, qanotini ba'zan yulingan, yaxshi ucholmaydi, lekin zo'r kaftar. Ko'p o'ynaydi lekin. Tepaga uchmasa ham. 10-11 o'ynaydi. Akalar bu kaftarning soch, enasi 10 o'ynaydi, otasi 15 yil o'ynaydi, tepaga yo'qolib ketadi otasi. Tushunadi. Bu esa Pokiston erkak 5-6 o'ynaydi, xotini yo'q. Maladoy. Bu esa Sizak endi o'ynaydi, o'rganadi endi u ham. O'yini bor deb egasi aytdi-da, endi o'rganadi. Yaxshi kaftar bu ham. Dikkarga o'xshaydi. Endi o'rganadi, shuncha qanoti ko'ch. Lekker Pokiston, tepaga chiqib olgan. Pokiston bilan Pokiston bir para.
Bu kishmich bilan foksda bir para. Kaptır payını çek. Bu kaftir Paulinga chachib ketgan. Bu kaftir yaxshi kaftir urg'ochi. Молодой al paraga bormagan. Bu sizak endi bu sizak foksda bilan para. Ilo dragon bu ilo budi bilan para. Ilo.